Hazreti Ayso so'zni davomlashtirib, sizlar bu ishga qanday qaraysizlar? Bir odamning ikki o'g'li bor ekan. U cho'ng o'g'liga, "O'g'lim, bugun uzumzorlikqa berib, ishligin" debdi. "Bormayman" debdi o'g'li. Lekin keyin pushaymon qilib, yanilab beribdi. U odam ikkinchi o'g'liga shunday debdi. U, "Xo'p dada, boray" debdi-yu, lekin bormabdi. Bu ikkilarning qaysisi otasining buyrug'ini o'rindigan bo'ladi? "Cho'ng o'g'li" deb javob berdi ular. Hazrati Ayso ularga bunday dedi: "Bilib qo'yinglarki, insofsiz bojirlar bilan poyishlar Xudoning podshohligiga sizlardan burun kiradi. Chunki garchi Yahyo payg'ambar sizlarga haqqoniyat yo'lini ko'rsatgili kelgan bo'lsa-mu, sizlar uningga ishonmadinglar. Lekin bojirlar bilan poyishlar uningga ishondi. Sizlar buni ko'rib turib, gunohinglarga tavba qilib, uningga ishonmadinglar."